Assalomu alaykum akalar. Hozir sizlarga juda ko'p odamlar qiynaydigan savolga javob beraman va ko'rsataman. CapCut Pro tekinga olish. Hozir men sizlarga buni to'liq o'rgataman. CapCut Pro'ni olishni tekinga Android smartfonlariga. Birinchi bo'lib, men Telegram kanalim bor. Telegramga kirib olasizlar va hozir o'rgataman. Mana bu yoqqa poistga kirasizlar va kuchukcha A shuni olasizlar va hammasini katta harf bilan Jana YouTube yozasizlar va mana shu kanal chiqadi. Birinchida chiqadi. Kuchukcha bilan yozishingizlar shart. Chiqqandan keyin shu ustiga bosasizlar va CapCut Pro tekinga bor shu kanalda. Mazza qilib skachet qilasizlar. Hamma narsa effekt, hamma narsasi 4K, 2K da videosini chiqarib olsangizlar bo'ladi. Va zo'r. Keyin agar bu ishlamay qolsa, yangi versiyalarini ham chiqarib boraman. Mazza qilib ishlating.